Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport channaliqtari. Videoni basamas burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvni unutmangizlar. Dimash Qudayberdin Golovkin men Canelo ayqasi jayli fikrini bildirdi. Tanimali qozog'istonlik anshi Dimash Qudayberdin Almaty qalasindagi jankuerlar men кездесу кезінде Gennadiy Golovkin turali so'roqqa javob berdi. Qudayberdin Las Vegasda o'tgan бұл jekpeshekka barib Qozog'istonning An-Uran'ın aytgan bo'latin. Men Golovkinni Canelo men trilogiyadan keyin qutuqladim. 40 yoshga kelganine qaramasdan ol 12 raund qarshilashib judraqtasib chiqdi. Minez ko'rsatdi. Bunday minezda odamlar az. So'ndiqdan men uni hurmatlayman. Yana men uchun har doim chempion. Bizning batirga miqti densalliq bilan tabis tilayman, dedi Ansha. Sonымен қатар Dimash Golovkin men 7 yildan beri tanish ekanini aytdi. Ol mening ag'am siyoqti. Biz unime baylanistamiz, bir-birimizni qamchilab o'tiramiz. Bizning elda bunday chempionlar ko'p chiqsin, deydi Qudayberdin. Sizlar men sport channaliqtari bo'ldi. Videoga like bosib, arnaga tirkeluvni unutmangizlar.